Mana bu qo'limda 109 million so'm pul mablag'ini undirish bo'yicha sudning qarori. 2023-yilda bitta mijozimiz yaxshi niyatlar bilan Toshkent shahrida yangi qurilib turgan ko'p qavatli uydan xonadon sotib oladi. Kelishuvga ko'ra quruvchiga uyni pulini oldindan 100% to'lov qiladi. Lekin quruvchi tomonidan shartnomada ko'rsatilgandek uy o'z muddatida mijozga topshirilmaydi. Bunga sabab qurilish hujjatlarida muammolar yuzaga kelganligi. O'zingiz o'ylab ko'ring, 2023-yilda mijozimiz uyga pul to'layapti, 2026-yilga kelib uyga to'lagan pulini sud orqali undirib olyapti. Endi bu mijozimiz 2026-yilda aynan shu 2023-yilda to'lagan puliga uy ola oladimi? Albatta yo'q. Chunki 2023-yil bilan 2026-yil o'rtasida uyni narxlarida ancha sezilarli farq bor. Agar siz ham mana shu mijozimizga o'xshab kelajakda uy olishda muammolarga uchramasangiz, hozir men aytib o'tgan hujjatlarni o'zingizda saqlab oling yoki bo'lmasa bir joyga yozib oling. Uyning qurilish pasporti. Uyning qurilishga ruxsat berish bo'yicha arxitektura xulosasi. GASN ruxsatnomasi. Uyning qurilish grafiki. Yo'q, menga bu hujjatlar kerakmaydi, quruvchini oldindan yaxshi taniyman, undan muammo bo'lmaydi deb o'ylasangiz, hech bo'lmaganda uyning qurilish grafikini so'rab oling. Chunki qurilish grafiki bo'yicha qurilish qayerga kelib turganligini bilib olishingiz mumkin. Agar sizda mana shu yuqoridagi holat bo'yicha savollaringiz bo'lsa, pastdagi telefon nomerlari orqali murojaat qilishingiz mumkin.